Tushdir mana shuni. 2 metr masofada daraxt bor. Daraxtni oldidan otilib chiqdi odam. Shuni oyog'imni ushlaganda badanim titrab ketdi. Nima sababdan bo'lgan bu ishni qilgan u inson? U inson nima sababdan? Shuni yuzi boylangan, yuzi yo'q, ana boylanib tashlagan. Ha, maskada. Shuni oyog'imni ushladi, oyog'ni mashinasiga bit ana qildim-da, Tepdingiz? supurladim-da. Ha. Sumkamdan shart ushladi. Ha. U birinchisi ko'rganim uzoqroq dedi u odam. Ha. U ikki kishi yopishganda meni ushlardi. Bir kishilik uchun Uzoqdagisi uzoqroq dedi. 10 metr uzoq dedi. Nariga 2 metr. ha. Shuni tapirib turib oldi, u sumkani u kelguncha sumkani olib oldi mendan. Men oldinga qarab yugurdim, qarasam o'zi agar qarasam ular oldi sumkani tepaga qarab chiqyapti. Mashina yo'liga qarab. Ha. Mashina yo'liga chiqyapti, yetdimmi, yugurib ketdimmi? Men respublikaga aloqa qildim. O'zbekiston meni qo'riqlab turadigan insonlar bor. Xo'p. O'zbekistonda O'zbekistonda meni analiz qilib turadigan odamlar bor. Xo'p. Ularga aloqaga chiqdimda